Mahsulotni ichib ko'radigan qizlarimiz uchun men tavsiya qilaman. Bitta drying effektimiz, bitta detoksimiz va kokteylimiz istalgan vkusini. Ya'ni bu 10 kunlik naborimiz bilan siz qizlarga tashlashingiz mumkin. 5 kilodan 7 kilogacha sog'lom vazn tashlashingiz mumkin. Ya'ni bu yerda 10 kunlik drying effektimiz bo'ladi. Bu ozishga start beradi, ob'yomlarimizni qisqartirib beradi. Bu ham drenajli napitok hisoblanadi, parashok ko'rinishida bo'ladi. Va kokteylimiz ham aynan xohlasangiz suvga, xohlasangiz sutga tayyorlasangiz bo'ladi. Bor yo'g'i 198-200 kaloriyadan iborat, ya'ni aqlli ovqatlarimiz. Energiyaga to'yib, teringiz osilmasdan juda ham zo'r vazn tashlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va bilasizlar, yillar davomida yig'ilgan shlak toksinlarni zo'r qilib tozalab beradi. Bu mahsulotimiz detoksimiz. Bilasizlar, kishashnilaringizni chiroyli qilib tozalagandan so'ng qabziyati borlar uchun ham bu juda ham zo'r narsa. Chunki qabziyat bo'lsa, bilasizlar, vazn korreksiyasidan yaxshi vazn tashlash imkoniyati juda ham qiyin bo'lib qoladi. Ana shuning uchun men sizlarga tavsiya qilaman. Mana shu 3 ta 10 kunlik mahsulotimizni bemalol xarid qilsanglar bo'ladi.